Bir kishi mast bo'lib ariqqa ag'anab tushdi-yu, o'rnidan qayta turmadi. Juma kuni tongi edi. Ko'pchilik hayron qoldi. Aykash odam ham muborak juma kuni o'lar ekan-da. Mulla ijig'lanib janoza namozini o'qigandan so'ng ahli jamoaga qarab: "Bu inson orqasidan yomon gapirish bizga farz emas. Ammo ibrat bo'lishi uchun biz uni qo'shni qishloqdagi eski qabristonga ko'mamiz. Bizning qabristonda hoji bobo-yu momolar yotibdi. Ularning orasiga boshdan oyoq gunohga botgan kimsani qo'ysak, o'tganlarning qarg'ishiga qolamiz." Odatda tobutga hamma yopishardi. Ammo Alkashning tobutiga hech kim yopishmadi. Ular tobutning ko'tarilishida savob yo'q deyishdi shekilli. Tobutni o'lgan kishining 4 ta ulfati yelkalab ketdi. Ular marhumni ulug'lar edilar. Qo'shni qishloqdan o'tishdan to'satdan tobut ichidan ovoz keldi: "Davoncha qishlog'idan o'tayapmizmi, og'aynilar?" 4 kishi do'ng qotib qoldi. Shunda bir chol keldi. U oppoq kiyinib, boshiga oq salla o'rab olgandi. "Nimaga to'xtadinglar?" "Marhum gapirdi." Chol kafanni ochgandi. O'lgan kishi atrofga alanglab, boyagi savolini qaytardi. "Davoncha qishlog'idan o'tayapmizmi?" "Ha. 1 soat vaqtlaringni olsam, go'rga kechgacha boramiz-da. Shu qishloqda bir xasta singlim bor, holidan xabar olay. Har 2 kunda xabar olib turardim. Bugun kelishim kerak edi, o'lib qoldim." Chol jilmaydi. "Men odam suratidagi Azroilman. O'rningdan turda singlingning uyiga bor, keyin uyingga jo'na. Istaganingcha yasha. Senga jannat naqd." 4 kishi choldan so'radilar: "Jannat naqdmi?" "Ha, singlisining holidan xabar olib turgan kishiga Xudo jannatni naqd qilib qo'yibdi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar" deb javob beribdi. Azizlar, ushbu hikoyadan o'zingizga kerakli bo'lgan xulosani chiqara olgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. Kelgusi hikoyalarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu hikoya boshqalarga ham yetib borishi uchun esa bir dona like bosishni unutmang.